Bitta tanishim 13 yoshli o'g'liga yozda zerikmasin deb iPad podarka qilgan ekan, u PlayStation so'rovdim men deb yig'layapti ekan. To'g'risiladi bilmadim-u, bananni yangi yildan boshqa payt ham yeyish mumkin deb o'ylaydigan avlod menga hech yoqmayapti. To'g'risi, men misol uchun non palov degan so'zni lug'atimga oddiy oiladan chiqqanimni isbotlash uchun qo'shib olmaganman. Men oxirgi marta qachon grechka yeganimni ham eslay olmayman. Hali u darajada boyib ketmadim. Misol menga bir marta yangi yilga montxozxon podarka qilishgan. Maktabga borib maqtanganman do'stimga. Bilasizlarmi, unga nima podarka qilishgan ekan? Dadasi bilan ayasini yotoqxonasiga svitilnik. Unga. Au, qanday sovg'adan va shuni olish mumkin? Kim o'rgatgan bu? Men dam olish kunlari soat 11 gacha televizor ko'rish huquqini olish uchun haftasiga 50 ta 5 olishim kerak edi. Haftasiga 50 soat dars bo'lmasdi. 41tasini tasviriy san'atdan olganman. Qancha rasm chizib borsam qo'yaver. Rassom bo'lib ketishimni yozib qo'ygan. Bitta oshnam bitta ustozni podpisini ko'chirgan, o'rgangan. O'zi kundaligiga o'ziga o'zi baho qo'yish uchun.